Bugungi videomiz katta kichik hamma turdagi motobloklardan boshlanadi. 2.699.000 so'mga puliga bilan qilib beryapmiz. 7 kishi motoblok. Bizdan uzoqlashmay obuna bo'lib qo'ying. Kerak bo'lsa Vema motobloklarning ham narxini ko'rsatib o'tamiz. Kimga qiziq qolayotgan bo'lsa, hammasi haqida to'liq ma'lumot beramiz. Agar kimga shunga o'xshagan motobloklar kerak bo'lsa, manzilimiz Toshkent shahri Arq bozorida joylashgan. Menga Vema motobloklari kerak degan akalarga Vema motobloklarimiz pastda Instagram manzilimiz qoldirilgan. Instagram manzilimizga narxlari bilan qo'yganmiz. Kirib ko'rsalaringiz bo'laveradi. Vema motobloklarni 7 dan tortib 12 ot kuchgacha mavjud. 12 ot kuchi salarkaligi, 13 ot kuchi benzinligigacha panimni bor yo'q hammasi haqida to'liq video qilganmiz. Kirib ko'rsalaringiz bo'ladi Instagram kanalimizga. Narxlar bilan tanishib olsangiz ham bo'ladi. Xohlagan turdagi motobloklarni qisqacha roligi, hammasi ishlash jarayoni, obunachilarga hammasi haqida to'liq ma'lumot berganmiz. Kirib ko'rsalaringiz bo'laveradi. Unday bo'lsa biz boshladik. Ko'rib turgan 7 tushli motoblogingiz 4 dan 8 qator freza, undan tashqari puligi bilan bo'lsa xalq maza qilsin. 2.699 mingga puligi bilan. Bu avtomat korobka arzonchi model emas. Arzonchi modellari bor avtomat korobkani. Bunday model emas. Bu originali hisoblanadi. Bu mexanik varianti. Bo'lsa xalq maza qilsin. Ulgurib qoling. Bugunning o'ziga ochiq aytaman, tala bo'lib ketdi. Xalq olib ketdi. Juda soni kam. Shoshiling, ro'zaning oxirigacha ulgurmay qolishingiz mumkin. Xohlagan turdagi motobloklaringiz mavjud. Akula 7 motor 9 korobka modeli. Korobkali motorlar mana o'qlari ham katta, uni o'qi kichkina. 7 ga 9 modeli. Bu motoblokimiz 4 million 200 gacha sotilgan. Hamma joyga 4 million, bizda do'konda 4 milliongacha sotilgan. Bo'lsin Instagramga obuna bo'lgan obunachimizga bu motoblogimizni atiga 3 million 699 ming so'mga qilib beramiz. Keling 3.699 mingga 7 ga 9 Akula firmasi tegishli motoblokni qilib beraman. Undan tashqari menga qo'sh filtrni mana. Qo'sh filtrni avtomat korobka. Avtomat korobkaning ikki xildasi bor. Arzonchi modeli bor va qimmat modeli bor. Nima uchun? Farqi nimada desangiz, zapchasida. Bu motobloklar ko'plari avtomat korobkaning arzonchi modellari, zapchasi arzon qo'yiladi. Bunga o'xshagan qimmatlarni esa zapchasi baquvvat. Chunki sabab ertaga skors ko'rganingizda ishdagi shestronkalar to'kilib ketadi. Buni original qayerdan bilsa bo'ladi desa, avtomat korobkan original mana. Uyib yozilgan bo'ladi. Undan tashqari moy miyachasi bo'ladi. Balki 5 litrlik. Arqa plombalar temirli bo'ladi. Agar menda uyib yozilmagan bo'lsa, avtomat korobka motoblok bo'layotgan vaqtingiz uyib yozilmagan bo'lsa, uchib o'tirmang. Uzoq vaqt ishlamaydi u. Oldin aytyapman. Olayotgan vaqtingiz yaxshilab qarab, sifatli traktor. Keyingi modellarimiz 9 ot kuchi salarkaliklar bo'ladi. 9 ot kuchi salarkaliklarimiz qadrli obunachilarimiz uchun atiga 6 million so'mdan qilib beryapmiz. Xohlasangiz ko'k modelini, xohlasangiz sariq modelini olsangiz bo'laveradi. Saturn modeli kerak deganga Saturn 9 ot kuchi motoblogimizda 7 million so'mdan qilib beramiz. Kapot parali desa 7,5 million so'mdan qilib beramiz. 17 ot kuchidan tortib 15-10 ot kuchi salarkaliklarimiz esa 8,5 million so'mdan boshlanadi. 8-7 million so'mgacha mavjud. 7 million so'mga 15 ot kuchi salarkalik motoblok qilib beraman. Ishonavering, 15 ot kuchi salarkalikni 7 million so'mga oyog'i yalang qidirsangiz ham topolmaysiz. Kelsangiz bo'laveradi. Manzilimiz Toshkent shahri Arq bozor. Motobloklarda eng arzoni doimo bizda instrument zapchasi kerak desangiz, zapchasilari ham mavjud. Bizga obuna bo'lib, Instagramda ham bizni kuzatib boring. Jonlar sog' bo'lsin.